Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Jahongir. Bo'ynimda ozgina jarohat bor edi, shuning uchun men bu skochga e'tibor qilmaysizlar. Xo'p, bugun sizlar bilan kanalimizda o'sha Upwork veb-saytiga oid bo'lgan Upwork veb-saytini yaxshi tomonlari haqida yoritib o'tishga harakat qilaman. Keyingi videolarda uni yomon tomonlarini gapirishga, sizga tushuncha berishga harakat qilaman. Upwork veb-saytini ichki sxemasi yoki programmasini qanday foydalanish xususida tushuncha bermayman. Hozir faqat o'sha Upwork'ni umumiy foydasi va sizni hayotingizda qanchalik kerak yoki qanchalik siz Upwork'ga kirib ishlashingiz kerak, shu haqida gaplashamiz. Chunki agar men ichki sxemasini qayerda pul chiqarib olish, qayerda karta zakaz qilish, qayerda klient yuborgan invitation deydi, ya'ni taklifni qabul qilib olish, o'shalar haqida gapiradigan bo'lsam, uni menimcha keragi ham yo'q. Chunki internetda o'zingiz o'shani YouTube'ga yozib yoki bo'lmasam ChatGPT orqali ham so'rab olib, ma'lumotini qaysi knopkani bosib to'g'rilab olishni bilishingiz oson. Xo'p, Upwork veb-sayti o'zi nima uchun va qanday insonlarga foydasi tegyapti? Upwork bu butun dunyoda, yer yuzida har bir frilanserni nima deydi, ishlaydigan joyi, onlayn platforma va siz u onlayn platformaga o'zingizda bo'lgan qobiliyatni olib kira olasiz. Sizda qanaqa qobiliyat bo'lsa, o'sha onlayn tarzda kimgadir namoyish eta oladigan darajadagi qobiliyat bo'lsa, misol uchun kompyuter, IT bo'lishi mumkin, musiqa bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam tarjimonlik bo'lishi mumkin, aktyorlik mahoratlari bo'lishi mumkin, har xil. Onlaynda qanaqa ishlar, onlaynda qanaqa servislar ko'rsata oladigan darajadagi hozir zamon bo'lsa, hammasini mana shu Upwork'da ko'rsatib, o'zingizni daromadingizni topishingiz mumkin. Upwork'da $10 10 million dollargacha bemalol topish mumkin. Hech qachon Upwork'da pul topish chegaralanmagan. Yaxshi tomoni mana shu. Xo'p, yana bitta yaxshi tomoni bu sizni istalgan vaqtda ish boshlay olishingiz. Vaqt ham chegaralanmagan. O'zingizga qulay vaqtda platformaga kirib, o'zingizni portfoliyongizni, ya'ni qilgan ishlaringizni qo'yib, yoki bo'lmasam e'lonlarga o'zingizni qilgan ishlaringizni yuborib, o'sha mijozlar bilan fikr almashib, birgalikda ish boshlashingiz mumkin. Xo'p, vaqtni aytdim. Keyin Upwork'da yana yaxshi tomonlari, xo'sh, yaxshi tomonlari chet ellik insonlar bilan ko'p muloqot qilasiz. Faqat O'zbekiston emas, butun jahondan insonlar, odamlar kiradi, mijozlar kiradi, ular bilan muloqot qilishingiz kerak. Ya'ni bu tor doiradagi ish emas. Mana shu tomoni ham yaxshi deb o'ylayman. Chunki inson qanchalik chet ellik insonlar bilan, chet ellik hamkorlar bilan ishlasa, o'zini ishlash qobiliyati shunchalik oshib boradi va ish sifati ham shu chet el darajasida bo'lgani uchun sizni ish kачествоyingiz ham, ishdagi sifatingiz ham ancha-muncha oshadi deb o'ylayman. Bu ham bir yaxshi tomoni. Xo'p. Yana bir yaxshi tomonlaridan bittasi, yaxshimi yoki yomonmi bilmadim. Mijoz yaxshilik uchun aldash nima deydi, foyda beradi deydi-yu, yaxshilik uchun aldansa zarari yo'q degan gap bor. Agar siz boshlovchi bo'lsangiz, boshlovchilik paytida misol uchun o'zingizni bunaqangi professional darajadagi ishni bilaman deb hisoblamaysiz. O'sha sababli ham
Men professionalman deb aytsangiz ham, misol uchun boshqa bir odam qilgan rollarni yoki bo'lmasam bir boshqa odam tomonidan yaratilgan narsani men yaratganman deb qo'ysangiz ham Upworkda ishonadi va klient sizga 100% ishonch bilan sizga taklif yuboradi va siz u ishni qabul qilasiz. Lekin degan minus tomoni bor. Minus tomonini keyingi Upwork'ga minus tomonlari degan video qilib hammasini bitta qilib aytmasam, hozir faqat yaxshi tomonlari haqida. Xo'p, yana yaxshi tomoni qanaqa bo'lishi mumkin? Men ishlab, misol uchun kechasi ham ishladim, band bo'lgan paytim ishlamadim, avtobusda bo'lgan paytim ishlab ketdim, misol uchun oddiy telefon orqali ham ishlab ketishingiz mumkin. Обязательно kompyuteringiz bo'lishi shart emas. Xo'p, yana qanaqa tomonlari? Upwork. Yana yaxshi tomoni shundaki, siz O'zbekistondan chiqmay turib, Amerika bilan ishlaydigan bo'lsangiz, Amerikani oyligini, ya'ni Amerikani pulini ishlab topishingiz mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, O'zbekistonda 200 ming beradigan joy Amerikada $500 bo'lishi mumkin, $200 bo'lishi mumkin. Xo'p, $200. Siz O'zbekistonda 3 soat, 4 soat ishlab 200 ming topadigan narsangiz 3 soat, 4 soat ishlab $200 topishingiz mumkin. Xuddi shunaqa tomonlari, yaxshi tomoni. Xo'sh. Menimcha yaxshi tomonlari, meni ko'zimga ko'ringan tomonlari shular. Agarda sizlarda yaxshi tomonlarini sezgan, men aytmagan va yodimga tushmayotgan tomonlari bo'ladigan bo'lsa, siz kommentariyaga yozib ketishingizni so'rayman. To'g'risi, bu video uchun men ssenariy yozib, alohida tayyorlanib video qilayotganim yo'q. Shu sababli to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Prosta bitta laykchani bosib, podpiska tashlab, agar videolar sizni qiziqishingiz, sohangiz bo'yicha qiziqishlaringizga mos ravishda ketayotgan bo'lsa, podpiska tashlab qo'yasiz. Sog' bo'lasiz. Keyingi videoda Upwork'da minus tomonlari o'zim ko'rgan va duch kelgan va ishlagim kelmay qolgan Upwork'ga minus tomonlarini gapirishga harakat qilaman. Rahmat.